Ota-onalarga tegishli masala, qadrdonlar. Hurmatli ota-onalar, bolangizdan pul oling. Bolangizga ayting, ishlagan pulingdan bunchasi meniki deng. Bola bergisi kelmasa ham oling. Nega? Chunki siz bolangizdan pul olsangiz va u pul olganingizda darrov siz xursand bo'ladi-ku. Ana o'shanda bolangizni barakasi ko'payadi. Ba'zi bir ota-onalar bor, men bolamdan pul olmayman, o'zini puli o'ziga yetsin deydi. Ana o'shanaqa bola, naborot men beraman deydi. Ana shunaqa ota-onalar bolasini qashshoq qilishga mahkum qilib qo'yadi. Nega? Chunki boyagi bola ota-onaga pul bermagandan keyin, ota-ona boladan pul olib xursand bo'lmagandan keyin o'ziga yetmayapti-ku, o'ziga ishlatsin degandan keyin ota-ona endi o'zini g'amxo'rligidan kelib chiqib, bolani qashshoq qilib qo'yadi. Agar bola kam pul topayotgan bo'lsa ham, qiynalib topayotgan bo'lsa ham, ota-onaga o'zi berishga fahmi yetmayotgan bo'lsa ham, birov aytmagan bo'lsa ham, tushuntirmagan bo'lsa ham, ota-ona degan berib pulni bu yoqqa deb, pul ber deb olish kerak. Olganda tabiiy